Anlavatqanыңlar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlıq eser. 35. bab Resulullah'ның Taif'e hicret qilish. Peygamber Aleyhisselam Qurayshlardan kelavatqan xorliqlarni ko'rib, yordam talab qilish va dinga da'vat qilish niyatida Taifdagi Saqib qabilasiga chiqmoqchi bo'ldi. Saqib Makkaga yaqin edi. Hamda Saqibda Peygamber Aleyhisselam'ның tuqqanlari bor edi. Hashim ibn Abdumanabning onasi Atika Salmiya bo'lsa, Salim ibn Mansur jamiyatidan edi. Ular bo'lsa Saqibning ittifoqdoshi edi. Peygamber Aleyhisselam o'zining ozodgardisi Zayd ibn Harisa bilan birlikda Saqib qabilasiga borib, qabila boshliqlari bilan ko'rishdi. Amir ibn Umayr Saqibning 3 bolasi, ya'ni Abduyalil, Mas'ud, Habiblar Saqib qabilasining boshliqlari edi. Peygamber Aleyhisselam dinga da'vat qilish yo'lida ulardan yordam talab qilgan bo'lsa-mu, qattiq raddiyaga uchrashdan boshqa natija chiqmadi. Peygamber Aleyhisselam ahir Quraysh mushriklari uqib qolsa, dushmanlarimizdan bizga qarshi yordam talab qilsan deb texmu azar kulpat qilishidan qo'rqib, Saqiblardan o'zining bu yerga kelganligini Qurayshlarga aytmaslikni o'tingan bo'lsa-mu, ular bu o'tinishni qabul qilmadi. Balki nadan odamlarini va bolalarini Rasulullahning yo'lini tutishga, tash etishga kuch kiritib, Rasulullahning putini yerlantirdi. Zayd ibn Haris Rasulullahni qo'g'daydi. Ular minib bir tip daraxtning tubiga kelib saydab o'ldirdi. Bu daraxt Rabi'aning o'g'illari Utba bilan Shaybaning big'ining yanida edi. Ular Rasulullahning dushmanlaridan edi. Ular hozirmi shu big'ida turishadi. Rasulullah ularning yerida turishni xohlamadi. Rasulullah bu chaqda: "Ey Parvardigorim, mening kuch-quvvatim va xalq nazarida hurmat e'tiborimning qolmaganligidan sana shikoyat qilaman. Ey eng hurmatli zot, sen ojizlarga yordam berasan. Sen mening Robbimsan. Meni kimga topshirasan? Sening menga g'azabing bo'lmasa, bunday qiyinchiliklarga pisanat qilmayman" deb duo qildi. Utba bilan Shaybaning Peygamber Aleyhisselamga ishi og'rib, uningga xristian diniga e'tiqod qiladigan Addas ismli qulidan bir sap uzum avatdi. Peygamber Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim deb uzumni yeyishga boshladi. Addas: "Bu yurtning xalqi mundaq so'zni qilmaydi" dedi. Peygamber Aleyhisselam uningga: "Sen qaysi yurtdan, dining nima?" dedi. Addas: "Men xristian dinida, yurtim Ninevay" dedi. Peygamber Aleyhisselam: "Yaxshi kishi Yunus ibn Mattaning yurtidan ekansan" dedi. Addas: "Yunusni qandoq bilasan" dedi. Peygamber Aleyhisselam onunga Qur'ondagi Yunus qissasini aytib berdi. Addas buni anglab musulmon bo'ldi. Jibril Peygamber Aleyhisselamning qishiga Alloh taolo tarafidan elchi bo'lib kelib, "Allah Teala xalqingning sana qilgan yomonliklari uchun sen ularni qanday qil desang, meni shunday qilishga buyurdi" deganda, Peygamber Aleyhisselam: "Ey Allah, xalqimni hidoyat qil, chunki ular bilmaydi" dedi. Jibril Peygamber Aleyhisselamga: "Allah seni mehri shafqatlik, rahimdil deb rost aytgan ekan" dedi. Peygamber Aleyhisselam Naxla degan joyga kelib tushganda, bir guruh jinlar kelib Qur'oni Karimni anglab iymon etgan. Ular qaytib berib o'z xalqiga Peygamber Aleyhisselamning ahvolini yetkazgan. Sura Ahqobdagi bu oyatlar mushu jinlar haqida nozil bo'lgan. "Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sening yaningga Qur'on tinglashga avatgan edik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga "Jim turinglar" deyishib, Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishgan edi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarning haqliqini isbotlaydigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan bir kitob Qur'onni tinglashadik. Ey qavmimiz, Allohning da'vatchisi, ya'ni Muhammad Aleyhisselamning da'vatini qabul qilinglar va uningga iymon etinglar. Shunda qilsanglar, Allah ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimki Allohning da'vatchisining da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi.
onunğa Allah'tan başqa yardımcı bulmaydı. Ular op-oçuq gumrohliqdadir. Sura Ahqob 29-oyatdan 32-oyatgacha. Jinlarning nomi bilan atalgan Jin surasida jinlarning qissasi uzun iboralar bilan bayon qilindi. Suraning bashi mundaq: Ey Muhammad, aytqinki, bir qancha jinning Qur'onni anglab, o'z jamoasining yeniga qaytib berib, mundaq deyishganligi menga vahiy qilindi. Biz haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni anglab, uningga iymon etdik. Biz endi Parvardigorimizga hech kimni shirik keltirmaymiz. Sura Jin 1-2 oyatlar. 36 bab Rasulullahning Mut'im ibn Adining himoyasiga kirishi. Payg'ambar alayhisalom Toifdan qaytganda Quraysh kofirlari Payg'ambar alayhisalomning ularga qarshi Toif aholisidan yordam talab qilib, Toifga chiqqanligini bilib qolganlikdan Payg'ambar alayhisalom Makkaga kirishga petin olmadi. Shuning bilan u Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdumanafqa odam avatib, Makkaga uning himoyasi ostida kiradiganligini bildirdi. Mut'im ma'qul ko'rib, bolalari bilan qurollanib, Payg'ambar alayhisalom bilan Ka'baga birga bordi. Ba'zi mushriklar Mut'imdan "Sen Muhammadga boshpanoh bo'ldingmi yoki uning diniga kirdingmi?" deb so'radi. Mut'im "Boshpanoh bo'ldim" dedi. Mushriklar "Undaq bo'lsa, sening boshpanohligingga hurmat qilamiz" dedi. 37-bab Davs qabilasining elchisi. Rasululloh Makkadagi chaqda uningga Davs qabilasidan Tufayl ibn Amir keldi. Davs qabilasi mashhur sahaba Abu Hurayraning qabilasi edi. Tufayl qavmidagi mo'tvar, tanliq shoir edi. Tufayl Qur'onni anglab musulmon bo'ldi. Rasululloh uningga qavminga berib, ularni islomga da'vat qil dedi. Va Davs qabilasi haqida "Ey Alloh, Davs qavmini hidoyat qil" deb duo qildi. Tufayl qaytib berib, qavmini islomga da'vat qildi. Ulardan bir munchalar iymon etdi. Rasululloh Madinadagi chaqda Tufaylning o'z qavmi bilan Madinaga ikkinchi qitim kelishi keyingi boblarda so'zlanadi. 38-bab Isro va Miroj. Payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilishdan ilgari Alloh uni Isro va Miroj bilan hurmatladi. Isro Payg'ambar alayhisalomning Makkada turib, bir kechada Masjidi Haramdan Baytul Muqaddasga borib kelganligi edi. Miroj bo'lsa Rasulullohning shu kechada osmonga chiqib, ruhiy olam bilan tunishib qaytganligi edi. Ahli sunniylar payg'ambarimiz Mirojga jismi bilan chiqqan deb qaraydi. Isro vaqasi Qur'oni Karimda bayon qilingan. Alloh barcha nuqsondan pokturki, u o'z qudratining dalillarini ko'rsatish uchun bandasi, ya'ni Muhammad alayhisalomni bir kechada Haram masjididan atrofini barakatli qilgan Aqsa masjidiga keltirdi. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura Isro 1-oyat. Miroj vaqasi eng to'g'ri hadislar bilan rivoyat qilingan. Qozi Iyazmo uni Shifo nomli kitobida naql qilgan. Anas ibn Malikdan shundoq rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Menga bir duldul keltirildi. U eshakdan cho'ngroq, xachirdan chaqqarroq, qadamini cho'ng oladigan bir hayvon edi. Uni minib Baytul Muqaddasga keldim. Duldulni payg'ambarlar uloqlarini bog'laydigan halqaga bog'ladim. Ondan masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib masjiddan chiqdim. Jibril menga bir qocha may bilan bir qocha sut elib keldi. Men sutni tanladim. Jibril menga tabiiy narsani tanlading dedi. Ondan biz osmonga o'rladik. Jibril osmonning ochilishini talab qildi. Kim sen degan ovoz keldi. Jibril men dedi. Sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi. Muhammadga payg'ambarlik keldimi dedi. Jibril ha keldi dedi. Shuning bilan bizga osmon ochildi. Bu yerda Odam alayhisalomni ko'rdim. Odam alayhisalom meni qarshi oldi. Menga yaxshilik tiladi. Ondan ikkinchi osmonga o'rladik. Jibril ochilishni talab qildi. Kim sen degan ovoz keldi. Jibril men Jibril dedi.
Sen bilen kim var dedi. Cibrail men bilen Muhammed var dedi. Onunğa peygamberlik keldi mi dedi. Cibrail ha keldi dedi. Mushundaq sual javoblardan keyin bizga osmon ochildi. Bu yerda Yahya bilan Isoni ko'rdim. Meni qarshi olishdi. Menga yaxshilik tilashdi. Ondan keyin 3-chi osmonga o'rildik. Yuqorqidek sual javoblar bo'ldi. Bu yerda Yusufni ko'rdim. Yusufga bütün go'zallikning yerimi berilgan edi. Meni qarshi oldi. Menga yaxshilik tiladi. Ondan 4-chi osmonga o'rildik. Yuqorqidek sual javoblar bo'ldi. Bu yerda İdrisni ko'rdim. O meni qarshi oldi. Menga yaxshilik tiladi. Allah Taala Qur'onda İdris haqida biz onu yuqori o'ringa ko'tardik degan edi. Ondan 5-chi osmonga o'rildik. Yuqorqidek sual javoblar bo'ldi. Bu yerda Harunni ko'rdim. O meni qarshi oldi. Menga yaxshilik tiladi. Ondan 6-chi osmonga o'rildik. Yuqorqidek sual javoblar bo'ldi. Bu yerda Musoni ko'rdim. O meni qarshi oldi. Menga yaxshilik tiladi. Ondan 7-chi osmonga o'rildik. Bu yerda İbrahimning Baytul Ma'murga yo'linib turganligini ko'rdim. Baytul Ma'murga har kuni 70 ming farishta kirib turadi. Bir kirganlari qayta kirmaydi. Ondan keyin Sidratul Muntaha daraxiga bordik. Bu daraxtning yaproqlari cho'nliqi pilning quloqlaridek, mevalarining cho'nliqi qapoqlaridek edi. Rabbimning buyrug'i tushganda bu daraxtda o'zgarish bo'ladi. Allohning maxluqlaridan hech bir odam bu daraxtning go'zalligini tasvirlay olmaydi. Allah menga bir qism ishlarni vahiy qildi. Menga va ummatimga bir kecha kunduzda 50 vaqt namozni farz qildi. Men qaytib Musaga keldim. Musa Rabbing sening ummatingga nimalarni farz qildi deb so'radi. Men 50 vaqt namozni farz qildi dedim. Musa qaytib berib Rabbingdan yenikletishni so'ra. Ummating buningga taqat qila olmaydi. Men sendan burun Bani Isroilni sinab ko'rgan edim dedi. Shuning bilan men qaytib berib Rabbimga ey Rabbim ummatimdan yenikletgin dedim. Mendan 5 vaqt namozni kamaytdi. Musaga qaytib berib mendan 5 vaqt namozni kamaytdi dedim. Musa ummating taqat qila olmaydi. Qaytib berib Rabbingdan yenikletishni so'ra dedi. Shuning bilan yenikletishni so'rab Rabbim bilan Musaning orasida ko'p qatim mangdim. Taki Allah Taala ey Muhammad bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni farz qildim. Her bir vaqt namoz 10 vaqt namozning o'rnida. 5 vaqt namoz 50 vaqt namozning o'rnida bo'ladi. Kimki bir yaxshilik qilishni o'ylab, uni qilmasa-mo, bir yaxshilikning savobi yoziladi. Kimki bir yaxshilik qilishni o'ylab, uni qilsa, uningga 10 yaxshilikning savobi yoziladi. Kimki bir yomonlikni o'ylab, uni qilmasa, uningga hech gunoh yozilmaydi. Kimki bir yomonlikni o'ylab, uni qilsa, uningga bir gunoh yoziladi dedi. Qaytib tushib Musaning yoniga keldim. Ahvolni ma'lum qildim. Musa Rabbimga qaytib berib, yenikletishni so'ra dedi. Men Rabbimga qaytib berib, uyulib qoldim dedim. Payg'ambar alayhisalom shu kechasi Makka ga qaytib keldi. Ertasi atiganda Qurayshlarning so'riniga bordi. Payg'ambar alayhisalomning yoniga Abu Jahl Hisham keldi. Payg'ambar alayhisalom uningga Miraj voqeasini so'zlab berdi. Abu Jahl: "Hey Kayb ibn Luay jamiyati, bu yerga kelinglar" deb vaqirdi. Quraysh kofirlari keldi. Payg'ambar alayhisalom ularga Miraj voqeasini so'zlab berdi. Kofirlar buni anglab ajablandi va inkor qildi. Ba'zilari chavoq chaldi, ba'zilari peshonasini tutib qoldi. İmanı so'z kishilar imondan yenib ketdi. Ba'zilari bu xabarni Abu Bakrga yetkazdi. Abu Bakr: "Payg'ambar alayhisalom shundoq degan bo'lsa, haq, rost" dedi. Ular Abu Bakrga: "Muhammadning mushu so'ziga ishonamsan?" dedi. Abu Bakr: "Uning buningdan g'ayriroq gapiga albatta ishonaman" dedi. Shu kundan boshlab Abu Bakr Siddiq, samimiy, rostchil,
Haqqani deb ataldı. Ondan keyin kafirlar Rasulullohni sinab ko'rmoqchi bo'lishdi. Ularning ichidan Baytul Muqaddasni ko'rgan kishilar Payg'ambar alayhisalomdan Baytul Muqaddasning shaklini so'radi. Payg'ambar alayhisalom bundan ilgari Baytul Muqaddasni ko'rmagan edi. Allohning uningga bildirishi bilan kafirlarga Baytul Muqaddasning har bir ishigini, har bir joyini aniq so'zlab berdi. Kafirlar shaklini to'g'ri deb beraleding. Endi bizning o yerga ketgan karvonimiz to'g'riliq so'zlab ber, dedi. Qurayshlarning Sham tarafdan kelayotgan karvoni bor edi. Payg'ambar alayhisalom ularga karvondagi tugalarning soni va karvonning ahvolidan xabar berdi va karvon paloni kuni kun chiqish bilan tang tog'il tuga oldida minib keladi, dedi. Kafirlar shu kuni oldirashlik bilan karvon keladigan yo'lga chiqib qarab turishdi. Şu esnada biri, "Özbirayı Xudo, ana kun chiqdi", deydi. Yana biri, "Özbirayı Xudo, Muhammadning aytganidek oldida tog'il tugi mangan karvon chiqib kelyotdi", deydi. Buning bilan ular iymon etmasdan kofirligi va tarsoligi texmo kuchaydi. Hatto bu oshkora ko'z bog'laganlik deyishdi. Mi'rojga chiqqan kechisining atigini Jibril kelib Rasulullohga 5 vaqt namozni o'qishning usullarini o'rgatgan va namozlarning o'qiladigan vaqtlarini bildirgan. Payg'ambar alayhisalom 5 vaqt namoz farz bo'lishidan ilgari Ibrohim alayhisalomga o'xshash atiganda 2 rakat, oqshom 2 rakat namoz o'qiydi. 39-bob Rasulullohning qabilalardan himoyasiga kelishini so'rashi. Payg'ambar alayhisalomning dinga da'vat qilishi Quraysh tarafidan to'sqinliklarga uchraganlikdan va Quraysh mushriklarining dillarini takabburlik va cho'ngchilik qoplab olganlikdan Alloh islom dinini Qurayshdan boshqa arab qabilalari orqali ustunlikka ega qilishni iroda qildi. Payg'ambar alayhisalom arab qabilalarining mavsumlarida, ya'ni arablarning savdo-sotiq va faxrlanish musobaqalari o'tkazish uchun uyushtirgan bozorlarida qabilalardan islom dinini tarqatish yo'lida o'zini himoya qilishni o'tinadi. Ba'zi qabilalar chiroyliqcha rad qiladi, ba'zi qabilalar qattiq rad qiladi. Eng qabih rad qilgani Kazzab Musaylamaning jamoasi Bani Hanifa edi. Amir jamiyati Payg'ambar alayhisalomga iymon etishni, lekin Payg'ambar alayhisalomdan keyin o'zlarining yetakchi bo'lishini talab qildi. Payg'ambar alayhisalom ularga "Bu ish Allohning ilkida. Kimning yetakchi bo'lishini Alloh o'zi iroda qilgan kishiga topshiradi", dedi. Makka bilan Sham orasidagi shahar Yasrib, ya'ni hozirgi Madina Munawvarning arablari Baytullohni tavob qilg'ili kelib turadi. Yasribda 2 qabila o'ltirishliq bo'lib, birinchisi Aws urug'i, ikkinchisi Xazraj urug'i edi. Ular qarindosh qabila bo'lsa-mu, bir-biriga dushmanlikdan hamisha so'qishiblar turadi. Orasida jidal majra o'ksumaydi. Ularga Madinada Yahudilardan Bani Qaynuqa, Bani Qurayza, Bani Nazir qabilalari qo'shni edi. Keyin arablar Yahudilar bilan urushib ustunlik qozondi. Yahudilar mag'lubiyatga uchragan chog'larida dushmanlari bo'lgan arablarga pat arada maydonga keladigan Payg'ambar alayhisalomning nomidan so'z ochadi. Arablar o'zlarining orasiga ixtilof urug'i chechilib, ittifoqlik yo'qolganda Yahudilar bilan ittifoq tuzishga boshladi. Aws qabilasi Bani Qurayzani, Xazraj qabilasi Bani Nazir bilan Qaynuqani o'zlarining ittifoqchilari qilib oldi. Bu as urushi Aws qabilasi bilan Xazraj qabilasi orasida yuz bergan eng oxirgi urush edi. Bu urushda ularning boshliqlarining to'lisi o'ldirilib, Xazraj qabilasidan faqat Abdullah ibn Ubay ibn Salul va Aws qabilasidan rohib Abu Amir qolgan edi. Shunga Aisha radhiyallohu anha Alloh bu as urushini Rasululloh uchun tug'dirgan edi degan. Aws qabila boshliqlarining ko'ngillariga Xazrajga qarshi Quraysh bilan ittifoq tuzish fikri keldi. Shuning bilan ular Quraysh qabilasiga Yas ibn Muaz bilan Abul Haysar, Anas ibn Rabi'ni bir bo'lik kishilar bilan avatdi. Ular Makkaga kelganda
Rasulullah ularga qattiqlik bilan mundaq dedi: "Sizlar iltimos qilib kelgan ishdan foydaliroq ishni qabul qilib, yolg'iz bir Allohga ishonsanglar, Allohga shirik keltirmasanglar bo'lmamdi. Meni Alloh taolo barcha xalqqa payg'ambar qilib avatdi", dedi. Ondan ularga Qur'onni o'qib berdi. İyas ibn Muaz hamrohlariga "Azbiroy Xudo, bu biz iltimos qilib kelgan ishdan yaxshi ish ekan", dedi. Abul Haysar uningga shig'il tash etib, "Buni qo'yib tur. Biz boshqa ish uchun keldik", dedi. Shuning bilan Iyas jim bo'lib qoldi. 40-bob Ansarlarning musulmon bo'lishga boshlashi. Arablarning mavsumida Rasulullah Ansarlardan 6 kishi bilan uchrashdi. Ularning hammasi Xazraj qabilasidan bo'lib, Najjar jamiyatidan Asad ibn Zurara, Avf ibn Haris, Surayqa jamiyatidan Rafi ibn Malik, Salama jamiyatidan Qutba ibn Amir, Haram jamiyatidan Uqba ibn Amir, Ubay ibn Adi jamiyatidan Jabir ibn Abdullah idi. Payg'ambar alayhisalom ularni musulmon bo'lishga va islom diniga da'vat qilishga yordam berishga chaqirdi. Ular o'zaro Yahudiylar maydonga keladi degan payg'ambar mushu. Ular bizdan ilgari musulmon bo'lib olmasin. Uni e'tirof qilib iymon aytayli deydi. Ondan payg'ambar alayhisalomga xalqimiz ichida o'zaro gina adovat bor. Alloh ularni sen orqali ittifoqlashtiradigan bo'lsa, ularning nazarida eng hurmatli odam bo'lib qolasan, deydi. Va kelarki mavsumda uchrashni va'da qilishdi. Yasrib arablarining musulmon bo'lishi ana shundan boshlanadi. 41-bob 1-Aqaba bay'ati. Keyingi yili mavsumga Xazraj qabilasidan 10 odam, Avs qabilasidan 2 odam keldi. Xazraj qabilasidan kelganlar Asad ibn Zurara, Harisning o'g'illari Avf bilan Muaz, Rafi ibn Malik, Zakwan ibn Qays, Ubada ibn Samit, Yazid ibn Su'laba, Abbas ibn Ubada, Qutba ibn Amir, Uqba ibn Amirlar edi. Avs qabilasidan kelganlar Abul Haysam ibn Tayhan, Uaym ibn Saidlar edi. Ular Aqabada Rasulullah bilan uchrashib musulmon bo'ldi. Ular Rasulullahga Makka fathi qilingan kuni ayollarning qilgan bay'atiga o'xshash bay'at qildi. Bu urush faraz qilinishdan burungi ish edi. Ularning bay'ati tuvandikicha: Allohga hech narsani shirik keltirmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zina qilmaslik, bolalarini o'ldirmaslik, tuhmat va bo'hton qilmaslik. Payg'ambar alayhisalom yaxshi ishga buyursa, u ishdan bosh tortmaslik. Ular yuqorqilarga amal qilsa, jannatga kiradi. Amal qilmasa, ularning ishi Allohning ilkida. Alloh xolisi kechirim qiladi, xolisi azob qiladi deganlardan iborat. Mana bu 1-Aqaba bay'ati deyiladi. Payg'ambar alayhisalom ularga Qur'onni va diniy ahkomlarni o'rgatish uchun Mus'ab ibn Umayr va Xadishaning hammasining o'g'li Abdullah ibn Maktumlarni avatdi. Mus'ab Rasulullohga bay'at qilgan Abu Umama Asad ibn Zuraraning uyiga tushdi. Xazraj va Avs qabilalaridan musulmon bo'lmaganlarni islom diniga da'vat qildi. Bir kuni Mus'ab Asad bilan bog'da turadi. Avs qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Muaz o'z qarindoshi Usayd ibn Huzayrga bizning ojiz kishilarimizni ahmoqlar deb ayblayotgan bu 2 odamni to'smamsan, dedi. Usayd nayzasini elib, u 2 kishining yoniga berib Mus'abga: "Mana bu kelayotgan o'z qavmining boshlig'i, uni musulmon bo'lishga da'vat qil", dedi. Usayd kelib: "Nimishqa sizlar bizning ojizlarimizni ahmoqlar deysizlar? Agar sizlarning shaxsiy hojatinglar bo'lsa, shuning bilan cheklaninglar", dedi. Mus'ab uningga: "Avval o'ltirib, anglab boqmamsan. Xohlasang islom dinini qabul qilib qolasan. Xohlamasang biz seni norozi qiladigan ishlarni qilmayli", dedi. Va uningga Qur'on o'qib berdi. Usayd islom dinini yoqtirib, Allohning hidoyat qilishi bilan musulmon bo'ldi. Usayd qaytib borganda Sa'd uningdan ahvolni so'radi.
Usayd "Asparay xuda, ular yomon emas odamlar ekan" dedi. Sa'd darg'azab bo'lib Mus'ablarning qishig'i bordi. Mus'ab Sa'dga Usaydga qilgan gaplarni qildi. Xudoning hidoyat qilishi bilan Sa'd musulmon bo'ldi. Sa'd Aws qabilasining bir urug'i bo'lgan Abdu Ashhal jamiyatining oldiga berib, "Aranglarni meni qandoq hisoblaysizlar?" deb so'radi. Ular "Seni bizning boshliqimiz va boshliqimizning o'g'li deb hisoblaymiz" dedi. Sa'd "Mayli erlaringlar yoki ayollaringlar bo'lsin, sizlar musulmon bo'lmoqcha sizlar bilan gaplashish menga harom" dedi. Onunğa ovoz qo'shib Abdu Ashhal jamiyatidagi hamma oila musulmon bo'ldi. Yasribliklar ichida islom dini tarqaldi. Ularning o'zaro qilishgan paranglari islom dini to'g'risida bo'ladi.